Joriy yilning 24-aprel kuni Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, eksport ko'rsatkichlarini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda aholi bandligini ta'minlash masalalari ustuvor vazifa sifatida belgilab berildi. Davlatimiz rahbari tomonidan har bir hududning mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanish, sanoat va qishloq xo'jaligida yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Mazkur vazifalar ijrosi doirasida Qo'lnuko'l tumanida ham keng ko'lamli bunyodkorlik va iqtisodiy islohotlar izchil davom etmoqda. Tumanda investitsiyalarni jalb etish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yilning birinchi choragi davomida hudud iqtisodiyotiga 6 million 600 ming AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalar o'zlashtirildi. Shu bilan birga tumanda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning 3 million 300 ming AQSh dollarlik qismi xorijiy bozorlarga eksport qilinib, shundan 600 ming AQSh dollari miqdoridagi oziq-ovqat mahsulotlari eksporti ta'minlandi. Eng muhimi, erishilgan natijalar bilan cheklanib qolmasdan, yil yakuniga qadar investitsiya va eksport ko'rsatkichlarini yanada oshirish, yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish hamda qo'shimcha ish o'rinlari yaratish bo'yicha aniq rejalar belgilab olindi. Video selektorda hurmat prezidentimizning topshirmasidan kelib chiqib, Qo'lnuko'l rayonida o'zlarimizga rejalarda belgilab olganmiz. Qo'lnuko'l rayonida birinchi chirik davomida bir qator жұмысlar amalga ashirildi. O'sha yil birinchi chirik davomida sanoat korxonalari tomonidan 219 milliardlik tovarlar ishlab chiqarilib, o'tgan yilga solishtirganda 105% ga o'sishga erishildi. Rayonimizda misol sifatida sanoat өнімдерін ishlab chiqaruvni rivojlantirish maqsadida o'zimizda yetishtirilgan bidaydan qayta ishlab, uni ishlab chiqaruvchi yillik quvvatligi 10 ming tonna bo'lgan korxonasi hamda o'zimizda yetishtirilgan paxtadan yillik quvvati 40 ming tonnalik paxta talasini qayta ishlovchi zavod ishga tushirildi. Shu korxonalarda hamda qo'shimcha korxonalar ishga tushishi natijasida qo'shimcha sanoat өнімдерін ishlab chiqaruv imkoniyati paydo bo'ldi. Yil oxiriga kelib sanoat өнімдерін ishlab chiqaruv o'simi 115%, ya'ni 690 milliard so'mga yetkazamiz deb reja qilib o'tirmiz. Investitsiya eksport bo'yicha da bir qator жұмысlar amalga oshirildi. Ham bir qancha жұмысlarni amalga oshiruvni belgilab olganmiz. Hurmatli prezidentimiz topshirmasidan kelib chiqib, yil oxiriga kelib 50 million dollar investitsiyani o'zlashtirib, qo'shimcha 16 korxona жұмыslarini ishga tushirib, chet el eksportini 20 million dollar, sondan avl xo'jaligi өнімдері eksportini 3 million dollarga yetkazib, o'tgan yilga solishtirganda 120% ga o'sim qilamiz. Qurilish tarafında ham bir qator жұмысlar amalga oshiruvni reja qilib olganmiz. Prezidentimizning 49-70 qarorlarini tekrar Avur rayon qatorina kiriltib, bizning rayonimizga ishbilarmonlarning ham xalqning qulayligi uchun infrastrukturalar hamda boshqa sharoitlar yaratish uchun qarzi ajratilib berilgan. O'sha qarzilar berilу natijasida 25 kilometr yo'llarda asfaltlaw, 26,5 kilometr kanallarda betonlashtirish, tazadan bir dana 580 o'rinlik mektep imoratining qurilishi, 2 avulga 32 kilometr suv tarmoqlarini жаңадан tartib, 3 жаңаdan suv nasos stansiyasini qurib, 3 dana mektepga жаңадан sport zallari qurib, 100 ga yaqin ko'chalarni yaxshilantirib, bundan tashqari xalqning tomorqalarida suv ағымын yaxshilash uchun 7 dana quyosh paneli suv nasoslari quriladi, ham 24,5 kilometr jab salmalar qazib tozalanadi. Tumanda sanoat, qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan yirik loyihalar hudud iqtisodiy salohiyatini yanada mustahkamlab, aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar asosida faoliyat yuritayotgan ushbu korxonada yiliga 10 ming tonnaga yaqin kala va ip mahsulotlari ishlab chiqarilib, xorijiy davlatlarga eksport qilinmoqda. Eng muhimi, korxonada 600 nafarga yaqin fuqarolar doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan bo'lib, bu aholi bandligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shuvako'l cheklangan jamiyati 2019-yil ishga tushgan bo'lib, Qo'lnuko'l rayonida 600 ga yaqin shaxslarni жұмыс bilan ta'minlangan. Korxonaning tikarg'i жұмысы paxta talasidan erilgan jip ishlab chiqaruv. Bunda biz ishlab chiqargan jiplarimizni Rossiya, Turkiya mamlakatlarına eksport qilib hamda O'zbekistonning ichki bozorlarına da o'zimizning chiqargan өнімlerimizni yetkazib bermoqdamiz. Bu yerda hamma qulay sharoitlar yaratilgan, жұмысшылар o'z vaqtida issiq-ovqat, kiyim-kechaklar bilan ta'minlangan, chet eldan kelgan texnologiyalar bilan ta'minlangan. Atab o'tadigan bo'lsak, Germaniya, Italiya, Turkiya mamlakatlaridan kelgan so'nggi turdagi texnologiyalar bilan ta'minlangan hammasi.
Tikardan Rossiya, Turkiya mamlakatlarına eksport qilamiz. Kelajakda rejalar bundan keyingi etaplarimiz, ya'ni trikotaj, to'quv, bo'yov, material chiqaruv etaplari kelajakda niyatimiz bor. Tumanning yana bir yirik ishlab chiqarish maskani paxta tozalash zavodi ham hudud iqtisodiyotida alohida o'rin tutadi. Hozirgi kunda mazkur korxonada 150 nafarga yaqin ishchi mehnat qilmoqda. Bizning agrohamkor klasterimiz Qalinko'l rayonida joylashgan bo'lib, 2023 yil o'z faoliyatini boshlagan. Bizning agrohamkor klasterimizning tikari paxta va cho'lkirlashtirilgan. 2025 yil noyabr oyida paxtani qayta ishlov zavodimiz ishga tushdi. Ham 2024-25 yilning hasilidan 10 ming tonna paxta qabul qildi. 3 ming tonna tola ham 5 ming tonna shigit ishlab chiqardik. Ham ularni birja savdolari orqali sotyapmiz. Bizning paxtani qayta ishlov zavodimizda hozirgi kunda 150 odam жұмыс istaydi. Bizning 2025 yildagi eksport rejamiz 5 million dollar edi. Bizlar uni o'z o'rnida 100% javobildi. Ham 2026 yildagi rejamiz bundan da ko'plab qiluvni harakat qilyapmiz. Bizning paxtani qayta ishlash zavodimizning kunlik obyomi 100 tonna paxtani bir kunda qayta ishlab chiqara oladi. Qonliko'lda eksport salohiyatini mustahkamlayotgan korxonalardan yana biri Qizilmiya ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonada 130 nafardan ortiq ishchi faoliyat olib bormoqda. Korxonada tayyorlanayotgan mahsulotlar Xitoy va Koreya davlatlariga eksport qilinmoqda. Bizning korxonamiz 2018 yildan beri iskerligini davom etib kelmoqda. Hozirda 2026 yili Xitoy Xalq Respublikasi bilan 300 tonnaga shartnoma tuzganmiz. Bu rayonimizga 2 million 200 ming dollar investitsiya kirgizadi. Hozirda korxonamizda 130 жұмыс o'rni ochilgan. Bugun rayonimiz yoshlarni жұмыс bilan band etib kelmoqdamiz. Hozirda korxonamizda boyan tamiri ekstraktdan qayta ishlab shiresini olib o'tirmiz. Bugun ko'pincha hozir Xitoy mamlakatida talab kuchli bo'lib turibdi. Odan keyin ikkinchi o'nimimiz boyan tamirini qalamchilab shovib Koreya Respublikasına eksport qilib o'tiribmiz. Mazkur ishlab chiqarish tarmog'ining Qoraqalpog'iston bo'yicha jami 4 ta korxonasi mavjud bo'lib, ulardan ikkitasi Chimboy tumanida, bittasi Qonliko'l tumanida hamda bittasi Kegeyli tumanlarida joylashgan. Ushbu korxonalarda jami 1000 nafarga yaqin fuqarolar mehnat qiladi. Tumanda kichik sanoat korxonalari faoliyati ham izchil rivojlanmoqda. Joriy yilning yanvar oyida ish boshlagan yangi 10 ishlab chiqarish korxonasi shular jumlasidandir. Hozirda bu yerda 10 nafarga yaqin ishchi faoliyat yuritadi. Hurmatli Prezidentimizning 213 qarori bo'yicha Xitoy mamlakatidan zavod safar kelganmiz. Bugungi kunda 10 o'nimlarni 430 tonna o'nimlar ishlab chiqaryapmiz. Biday o'nimlar shu yerdan o'zimiz yetkazib, fermer xo'jaligimizga yetkazib ishlatyapmiz. Bugungi kunda 10 жұмыс o'rni bor. Bir smenada ishlayapmiz hozir. Avgust oyida Afg'onistonga eksportda shartnoma qilganmiz. Bu kabi kichik, ammo istiqbolli loyihalar tumanning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Qonliko'l tumanida qishloq xo'jaligi sohasida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Tumandagi Sarioltin ovul fuqarolar yig'inida paxta yetishtirish bilan shug'ullanayotgan ilg'or fermer xo'jaliklaridan birida zamonaviy texnikalar samarali foydalanilmoqda. Fermer tomonidan yangi avlod traktorlari va qishloq xo'jaligi texnikalari xarid qilinib, dala ishlarining unumdorligi sezilarli darajada oshirilgan. Iri quvvatliqdagi surum texnikalari, ondan keyin egu qatar arasida ishlovchi texnikalar olib kelindi. 200 donadan ko'pda agregatlar qo'shpaganda. Bizning xo'jaligimizning o'zi 2023-2026 yillar vaqtida ko'rib turganingizday Xitoy mamlakatidan 2 dona paxta egu selkasini olib keldik. 6 dana qatar arasında işlevçi sürüyotgan texnikalardı aldık. Bunun barlığı hürmetli Prezidentimizin arkasında oturup da 2023-2026 yılı çıkan Prezidentimizin kararlarına tikar, Qalinko'l rayonumuzdan maşina traktör parkı açılıp yukarı kuvvetliktagi sürüm traktorları alып kelindi. Burun үлгере алмайтын едік. Жерлерімізді майдың аяғына шейін егетін едік. Уақыт кешіп кетеді, зұрат 20 центнерден жоғары зұрат алып көрген жоқпыз. Өткен жылы 14 гектар жерге ектік Шенжан технологиясын. Режеміз 40 гектар жерден 89 тонна еді. 14 гектардан 88 тонна пақта бердік. Режеміз 14 гектардан орылап кеттік та. Qalinko'l районы республикамыз бойынша аграр район. Соған байланысты техникаларымызды заманауи интернеттен көрдік. Қазір техникалар уақытында егіліп жатырды бізде. Көріп тұрғанымыздан мінекей 150 гектарға биыл шегіт қадаған болсақ, 150 гектарды 29 апрельде егіп болдық. Бұрын бұндай апрельдің ішінде пақта егу бір аз мағдарда болатын еді.
Бұл бәрі себепшісі құрметті президентimiz қала берді таза техникалардың арқасында осы дәрежеге жетістік. Құдай қаласа биылғы ниетimiz 1000 тонна пақтаны режелестіріп отырмыз. 70 гектар қаллеміз бар, шартнама істеп қойыппыз. Қазір толық башаққа отырды ауа. Bir айдан тәрезіге мініп, ел қырман тасырамыз деген ойымыз бар. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Qonliko'l tumaniga eng so'nggi marta 1996-yilda atiga 3 dona zamonaviy traktor olib kelingan bo'lsa, so'nggi 10 yil davomida tumanga 150 tadan ortiq zamonaviy traktor, kombayn va boshqa qishloq xo'jaligi texnikalari olib kelindi. Bu esa hududda agrar sohada amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasini yaqqol namoyon etadi. Тарауында 32 000 гектар егістік жерлер болып, бүгінгі күнде 4600 гектар жерге пақта егісін қылғанбыз. Осы пақтадан 18 000 тонна пақта жүратын алу дәреже қылып, 4200 гектар жерге бидай хасылын егіп, бұл жерде 11 000 тоннаға жақын бидай хасылын алу дәреже қылғанбыз. Бұндан тысқары 3000 гектар жерге мәш өнімлері, 2000 гектар жерге гүнжі, 3000 гектар жерге қауын қарбыз, қалған жерлерге басқа азық ауқат егінлерді егуді реже қылған соң бұл жұмыстарды давам етіп атырмыз. Осы жерде бір затты айрықша атап өтуіміз керек. Жоғарыда көрсетілген егінлерді өз уақытында егу үшін районымызда техника сервис кластер шөлкемлестіріліп, осы тех сервис кластерға 40 дана техникалар алып келінген болса, және де құрметті президентіміздің басқа да қаралар тикарында кейінгі 3 жылда 200-ден артық техника агрегатлар кіріп келінген, һәм бұл өз нәубетінде ауыл қожалығында егінлерді өз уақытында егілуінде һәм де агротехника ләжаларын өз уақытында өткеру қолай һәм жүда пайдалы болып жатыр. Районымызға бірінші рет жұмағы бойынша қамбағалық дәрежесі 6-8%, ал жұмыссыздық дәрежесі 5-3%-ды құрады. Жыл ақырына келіп қамбағалық дәрежесін 3%-ға, һәм жұмыссыздық дәрежесін 4%-ға түсіруді реже қылып алғанбыз. Және де бір нәрсені осы жерде айрықша атап өтуіміз керек. Құрметті президентіміз бұқараларымызды, әсіресе жастарды қауіпсіз миграцияға, яғни жұмыс істеуге жіберу үшін дүнияның қалеген мемлекетімен байланысты шөлкемлестіріп берген үшін имканиятлар есігі ашылып, бүгінгі күнде Қанлыкөл районы хакімлігі Германия мемлекетінің International People карханасыменен келісімге ерісіп, қазіргі уақытта 4 жасымыз Германия мемлекетінде жұмыс басылады. Бұндан тысқары 15 жасымыз жұмыс істеу үшін шартнамаларын алып кету алдында тұрыпты. Және 25 бұқара жастарымыз шартнама алу алдында тұр. Жыл ақырына шекем 100-ден астам жұмыссыз жастарымызды Германия мемлекетіне қауіпсіз миграция бойынша жұмысқа жіберуді реже қылғанбыз. Құрметті президентіміз тарапынан осы жылы 24 апрель күнгі видеоселектор жиналысында берілген вазифалар тапсырмаларды толық сөзсіз орындауға кепілдік беремін. Bugungi kunda Qonliko'l tumanida amalga oshirilayotgan ana shunday yirik investitsion loyihalar, yangi ishlab chiqarish quvvatlari, eksportbop mahsulotlar va yaratilayotgan yuzlab ish o'rinlari prezidentimizning 24 apreldagi videoselektor yig'ilishida belgilab bergan ustuvor vazifalar hududlarda amaliy natija berayotganining yana bir yorqin ifodasidir. Eng muhimi, bu kabi islohotlar xalq farovonligini oshirish, aholi bandligini ta'minlash va yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga xizmat qiladi desak aslo mubolag'a emas.